Ya bismillah. Ha ota keling. Tağı başladın mı? Ertalabdan kez kaçan buna şu kompüterini tayda oturasan. Toktu çok kılasan, vaktini çok kılasan. Ondan sonra dalaga çıkıp yaşak malga koyasan olmayı mı? Nima kılacaksın? Nemislar bilan urushyapman. Kim bilan? Nemislar bilan. Hop, nemisni podshoh kim bo'lgan ekan? Nemisni podshosi Stalin bo'lgan. To'g'ri. Gitler kim bo'lgan esa? Gitler shoir bo'lgan. To'g'ri. Ana, ko'rdingmi ne bora? Hammasi mana shu kitobda o'qimasligidan, mana shu urushning tarixini bilmasligidan chiqyapti. Endi gapni eshit. Mana urushda men bo'lganman. Eshit ne bora? Salom askarlar. Salom, salom, salom. Sizlarga xushxabar bor. Urra! 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 Bu xushxabarni oddiy askar Matazimov Men bir qadam oldinga. Xushxabarni askarlarga yetkazing. hop bo'ladi. Diqqat, diqqat. Hurmatli askarlar, Stalin bobomiz challenge e'lon qildi. Urra! 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 Kimda kim urushga borib bir dona nemis askarini tiriklay tutib kelsa, uning svet limitini olib tashlagay. Urra! Mabodo 2 dona nemis askarini tiriklayin tutib kelsa, gazning ham limitini olib tashlagay. Urra! Urra! Albatta sizlar uchun hammasi. Uchinchisi, agar 2 dona nemis askaridan tashqari biron bir kapitanini tutib kelsa, u askarning kreditini to'lab bergay. O'rtoq Stalin, savol bor edi. Mumkinmi? Mumkin, bering. Mabodo. Bitta nemis ayolini ushlab oldingizga olib kelsam, unga ham sovg'a bormi? Stalin bobomiz shuni e'lon qildiki, biron bir nemis ayolini tutib kelgan askarga Taxoy avtomobilini bergay. Janob Stalin, bu Taxoy avtomobilni olish uchun Taxoyga jang qilish kerak ekan-da. Albatta. Yaxshi, qilamiz. Bajaramiz. Oddiy askar Matazimov. Joyizga turing. O'rtoq Stalin, ruxsat bering. Ruxsat. Hamma samolyotga. Askarlar, hamma samolyotga. Alo. Mening Führerim. Beva Braun xonim so'rayaptilar. Janob Gimmler, u Beva emas. U Yeva Braun. Aytib qo'ying, men u bilan faqat payshanba kuni uchrashaman. Payshanba kuni deraza gulishdan osh qilib qo'ysin. Xonim, Gitler janoblari faqat payshanba kuni vaqtlari bor ekan. Devzira guruchidan osh qilib qo'yar ekansiz. Janob Gimmler, Eshitaman meni Führerim. meni balbolasi rejam nima bo'lyapti? Qani meni armiyam? Men armiyamni nafasini his qilmayapman. Qani meni armiyam? Mana mening Führerim, armiyam. Armiyam? Men qurol aslaqaga pul to'layapman-ku. Qurol aslaqaga ketgan pullar bularning qorniga ketyaptimi? Bu nima ahvol bu? Ey, menga qara. Sen bugun bironta asl oldingmi? Yegan ovqatingni oqladingmi bugun?
Meni firurim. Eshitaman. Atigi bitta tutdim. Bitta. Balakki. Xo'p bo'ladi. Gitler-ku. Gitler. O'zi. Televizorda ko'rdim. O'zi. Bitta rasm tushaylik, ha? Bitta selfie qilaylik. Assalomu alaykum. Xalaq bermadimi? Tez-tez yur, nemislar bo'lmasin yana buyoqqa. Qanaqa? Shuna. Yori bor Shuna. Qanaqa endi hop. Eshitdingmi? Mana senga. Endi xon. Ko'ryo qoli. Qochib kelgan joyim bo'ldimi? Sen borlar yoqqa. Ha, 4 yil bo'ldi ketganingizga, ha? Mana bola 5 ga kirdi. Oyog'ida hech narsa yo'q. Eshitdingizmi? Qachon to'laysiz? Ha? Qachon to'laysiz? Qachon to'laysiz alimentni? Gitler pocha. Iltimos, meni qutqaring. Otib tashlasangiz ham mayli rozimi? Yo'q, to'lamayman. Rahmat sizga. Alvido. Ha, unda sen to'laysan alimentni. Tushunding? Askarlar, men sizlardan juda ham minnatdorman. Men buyurmagan ishlarni meni hayolimdagidan ham afzal qilib bajarganlari uchun har birlaringizga faxriy yorliq yozdiramiz. Bu ketishda tez kunlar ichida Berlinni Reichstag binosi ustida bayrog'imiz hilpiraydi deb niyat qilyapmiz. Hurra! Sizlarning har birlaringizga faxriy yorliq yozdirish bizning vazifamiz. O'rtog'inglar, Eshitaman, hurmatli Stalin. bizni qurol aslaha omborimizni nega ojiza ayol kishiga ishonib topshirdilaringiz? Hurmatli Stalin, bu ayol janggohda o'zlarini ko'rsatib, jasorat qilib, ozgina kontuziya ishlavdi. Aha. Javob bermaymiz keyin. Har nima ish bersin deb omborga qo'ygan. Barakalloh. O'rniga erkak kishi topilmadimi? Hurmatli Stalin, bu erkak bo'lmay kim bu? Qurol aslahasi bormi? Ne? Bu o'yinchoq o'rtog'inglar. Bu yosh bola bo'lsa, bunga o'yinchoq bermasdan haqiqiy miltiq bermaymiz-ku. Albatta, to'g'ri. Xat keldi. To'xtab tursin, shoshmay tur. Xat keldi. Bola senga. Menga To'xtab tursin. Sabring yo'q bolasan. Bola senga. bunisi mengami? To'xtab tur. Sabring bormi sen bola senga. Mana hammasi senga mana shu xatni. Bo'ldi. Shuncha pulni qayerdan topaman? Radaringga mingla'nat! Hay bola. Nima qilyapsan bu yerda? O'ynayapti. Bu yer qurolasiz saqlashga ombor-ku bu yer. O'ynab bo'lmaydi bu yerda. Bayqab kel. Ber senga qurol bergandim. Enang bu yerda yo'q-ku. Qo'rqitdi-zu. Ket. Nemislarnikan debman. Haydi qo'y. Shina. Ishqilib biz o'ylagan odam bo'lmasin-da. Oddiy askar Matasiyev qarachi kim ekan? Komandir, qo'rqyapman, birga qaraylik. Yo'q, bo'pti. Bo'lmasa birga qaraymiz. O'g'ril. Shina.
Senlarmidilaring? Oye. Qo'rqmadlaringmi? Qayga qo'rqamiz? Kechqurun oldimizdan chiqib qolganlaringda Turqin sog'ligidan cho'chib ketishimiz mumkin edi. To'ppa to'g'ri. Lekin lekin hozir qanaqa qo'rqamiz senlardan, Hozir endi ho deganda qo'rqdilaring-ku qaltirab. Kim deb o'yladilaring? Kreditimiz bor, bankni bolalar chetgacha qidirib ketdi deb o'ylabmiz. To'ppa to'g'ri. Yana bankmi? Yo'q. Ha, kreditlaring bormi? Ha. Unda sizlarni o'ldirmaymiz. Nega? Kreditni to'lagancha o'zlaring o'lib ketasizlar. Уже o'lib o'pdi-ku. Ha yigitlar, yo'l bosan. Aka, urushga tashab qo'ya olasizmi? Ha, tashab qo'yaman. Nech puldan? 100 ming so'mdan berasiz arabtalaring. 100 ming so'm. Nima deyapsiz? O'tgan hafta 70 ming so'mdan bordik-ku. To'g'ri, o'tgan hafta 70 so'mdan borgan do'stlar. Lekin hozir gaz 5 ming so'm bo'ldi. 5 ming bo'ldimi? Hisobim bo'lganda. Mayli, bizga o'xshagan odamlar sizlarni tushunmasak, boshqa kim ham tushunardi? Ketdik. Ketdik. Nima bo'lmasa? Ha, o'tinglar. Endi yigitlar, bir narsani aytib qo'yay. Men buni qo'ndira olmayman. Unisiga parashyutim ham yo'q. Men pastroq haydayman, pastroqdan uchaman. Sakrab tushib qolasizlar. O'zi haydashni bilasizmi? Ya endi ko'pchilik bir rosa amallar biz. Nima? Ehtiyotlik. Hurmatli hamshira, quyuq jang bo'layotgan paytda tirnoqlaringizni bo'yayapsizmi? Jang bo'lsa ham ayol kishi o'ziga qarab yurish kerak. To'g'ri. Voydo, jonim og'rib ketyapti. Iltimos, meni ko'rib qo'ying. Iltimos, barmog'imni kesib oldim. Voy, namuncha vahima qilasiz. Odamlarda jag'i sinib yotibdi. Ozgina tilinganiga shuncha. Shoshmay turing. Hozir bularga qarab oling. Bemorlarim bormi? Uni olib qo'ying. Nima bo'ldi? Barmog'imni kesib oldim. Voy, yomon bo'pti-ku. Buni alohida davolash kerak. Yuring, sizni alohida xonada davolab qo'yaman. Bizchi biz. Hozir shoshmanglar. Hozir kelaman. Ayta. Ana qo'shirdoy. Расцветали на игруши. Плыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. На высокий берег на крутой. Приходила, песню заводила. Про цепного сизого орла. Про того, которого любила. Про того, чепечку берегла. Nima bo'lyapti? Qo'shiq aytyapti. Nay. Ruschani bilmaydi. Good. Hozir o'rischa ishlayotgandik-ku. Ha, endi zerikanimizda bu fashistga ruscha qo'shiq aytishni o'rgatib qo'ydik-da. Bitta eshitmasdan aytdi-da. Yo'q, qandaqa good. Hamma urushga! Urushga hamma! Ota? Hoy ota! Qo'ylarga qaradingmi? Sherlarga qaradingmi? Yo'q, ota siz urushda aytibgandingiz. Keyin nima bo'ldi? Xo'sh ketib qopti. Hozir. Dasvoyda olaychi hozir. O'rtoq boshliq, uchishga ruxsat bering. Uchishga ruxsat. Askarlar! Hey! Uchishga ruxsat. Keling. Komandir kel. Kel, sizga navbatingiz keling. Nimasi bu? Men senlarga bunday emas. Uchishga samolyotga ruxsat berdim. O'rtoq Stalin,
Ha, o'rtoq general. Bir maslahatli gap bor edi. Eshitaman. Shu askarlarimizga oziq-ovqat kam qolibdi. Zaxiradagilari qani? Zaxiradagi skladimizni nemislar bombardimon qilib portlatib yuboribdi. Endi nima qilish kerak? Shu jangdan keyin ovqat bersak deyapman. Askarlarimiz sal kamayat deysizda. Shuda hammaga yetardi. O'rtoq general, bu fikr uchun jangdan keyin sizga orden beraman. Stalinga sodiq xizmat qilaman. Yoting. Otib tashlashadi nemislar. Salim bobo. Ha, tinchlikmi? Momom so'rayapti sizni. Tinchlikmi ekan? Alo. Katta xolaynikida. Choyxonada jo'ralarim bilan osh yeb o'tiribman. Jangdaman-da, albatta jangdaman. O'zi askarlar kam bo'lsa, qanday senga pul jo'nataman? Ha, to'xta. Hozir kabutardan senga kilik qo'yaraman. Ataziyev, shtabga yetkazing. Jangni davom etamiz. Do'stim, tushlik bo'lib qolmadimi vaqti? Bo'lib qopti tushlik vaqti ham. Men ketaman, Nega ketasan? Men yarim stavka ishlasam, qornim ochib ketdi meni. Ketaman men, bo'ldi. O'chir jim. Men 0.25 stavka ishlasam ham jim yotibman-ku. Ha, sen 0.25 ishlasang, senga shapka bergan, forma bergan, etik bergan, miltiq bergan. Mana menga hech narsa bergani yo'q. Eski cho'pon, eski to'nda. Mana bergan miltig'i ham yasaman, bilmam, o'qi ham yo'q. Ketdim meni. To'xta. Otadi, yot. O'rtoq Stalin. Buni kuni kecha bizda razvedchiklar olib keldi. Nemislarning yangi snayperi ekan. Miltiq. Qarang. Haqiqatan ham juda zo'r. 3 kilometrdan olar ekan. Zo'r ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, ketyapsan bu aka? Men yarim stavka ishlayman, abidgacha. Vaqt bo'ldi, ketyapman, tushlik bo'ldi. Kimsan? Dehqonqulman. Dehqonqul? Ha? Endi sen snayperchi dehqonqulsan. Mana bu senga. Ha, oyligimni ham ko'tarasizlarmi? Oyligingni 2 barobar ko'taramiz. Stalinga xizmat qilaman. Ko'p. Jangga beg'amich. O'rtoq general, nimani ko'tarasiz? Tobutini ko'taramiz. Xas va gaz. Men sizlarni qanchalik yaxshi ko'rishimni bilasizlarmi? Men sizlarni Yevadan ham ko'ra yaxshi ko'raman. Men sizlarga hozir bir vazifa aytaman. Sizlar sovet askarlarini oldiga borib, ayg'oqchilik qilib, meni oldimga olib kelasizlar. Sizlar qani marsh. Bo'linglar. Marsh. Ruxsat eting o'rtoq general. Ruxsat. O'rtoq general, endi qayerga qarab yurish qilamiz? Endi janubga yurish qilamiz. Bu biz janublikni qayerdan bilamiz? Borgan joylaringga shunday daraxtga qaraysizlar. Banan ko'rinsa, demak janub bo'ladi. Daraxt banan bo'lsa biz janubga yetib borgan bo'lamiz, ha? Xuddi shunday. Bu yoqqa qayerdan janub? Xohlagan tarafga yuringlar. Xo'p bo'ladi. Yemisam be. Tankis. O'rtoq Stalin.
Xato qiling endi. Tinchlikmi? Tankimni nemislarga tashib kelgandim. Yana yaqa minib gazini yo'q qilmasin. O'rtoq general, tankalar salarkada yurardi-ku. Xuddi shunday o'rta Stalin. Sal ekonom bo'lsin deb metan gaz qo'ydirib berdim-da tankasiga. Unda tur, hali ko'pdan qilamiz. Tur. Hayda, yugur. O'rtoq general, Labbay o'rta Stalin. kechga bular kamayadi, ovqat yetadi deb. Bu kamaymabdi-ku bularingiz. Joni toshdan ekan. Hech kisi yo'q. Ertalab yana jangga kiramiz. Shunday yetadi deysiz-da. Astajon. Ya. Yo'rladingga. Ot bunaqa. Yo'rshida. O'rtoq Stalin. Mana ikkita fashist askarini asirga olib keldik. Qaysi birlar tushadingiz? Ikkalamiz ham ushadik. Unda ekanlaringiz ham svet limitini olib tashlayman. Yaxshi. O'rtoq Stalin. Bu urush ham cho'zilib ketdi-da. Shu ota-onamni ko'rib kelay desa, ayolimga ruxsat bermagan ekanman. Afsus. Meni xotinim 5 yildan beri na onasini, na otasini ko'radi. Siz juda ham yomon odam ekansiz. Bizni fashist deb, bizdan ham battar fashist ekansiz. Aqala 1 yilda bir marta ota-onasini ko'rishga ruxsat bersangiz nima bo'ladi? Ruxsat berganda nima foyda? Uni otasi ham, onasi ham o'lgan. O'rtoq Stalin, bularni nima qilaylik? Chekkiga olib chiqib takatumba qilinglar. Takatumbasi nima u? Tak bo'lsa kerak. Qani oldimga chiq, shikalagan. O'sha yoqqa borgandan keyin bilasan, takatumba nimaligini. Hadi yur. Adil yur. Iltimos, o'ldirmanglar. Qanaqa ish bo'lsa qilamiz. Yur bunday. Oldin nima ish qilgansanlar? San'atkor bo'lganmiz. Ha, san'atkor bo'lganmiz. San'atkor bo'lganmiz. Agar bizni yuragimizni jizillatadigan biron bir qo'shiq aytib bersalaring, biz sizlarni qo'yib yuboramiz. Rostdanmi? Aniq. Bo'ldi, boshladik. Hoy do'stim, ayt nega holing parishon, alamdan yuraging ezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring boshlanyaptimi? Oydanam, tundanam, kundanam, undanam, sendanam, undanam qolar bu dunyo. Oydanam, kundanam, tundanam, undanam, sendanam, mendanam qolar bu dunyo. To'xtanglar. O'rtoq general, Eshitami? nima voqea bu o'zi? Menimcha bular hit qo'shiqda eshityapti. Hit deb his qilardilaring. Qon bosim oshirib yordilaring. Otib tashlanglar bularni. Xo'p bo'ladi. O'rtoq general, Eshitami o'rta Stalin? 11 ta askarga oylik yozing. Xo'p bo'ladi. O'rta Stalin. 10 ta askar qoldi-ku. Men nevaramni ham olib kelganman. Meni shururim. Stalindan xabar kelibdi. Gapir. Hurmatlilar va bir tinga qimmat bo'lgan qo'ng'iz Maylo Gitler o'z inom ixtiyoring bilan yutqizganingni tan olib,
qurol anjomlaringni menga topshirsang topshir. Aks holda hojatxonaga bora olmaydigan qilib qo'yaman. deb kuldi janob Stalin. Men emas, men oddiy bir dastlabchik bo'lsam, tag'in meni otib qo'ymanglar. Nima qilyapsan? Men yuragim chiqazoray deding-ku. Nima ekan deb o'ylabman. Ey, menga qara. Ani qurol aslahati nimadir? O'shani bervat. Yuragim chiqib ketay dedi. Ey, mening Führerim. Erkakmisan o'zi? Ha? Duxing bormi? Ya duxingga o'tirdingmi? Zumur boshida davlatda rasvo qilib, xonavoran qilasan-ku bunaqada. Gaplash boshqacha gaplashib qo'ygan. Nima deyish kerak? Kim bilan gaplashish kerak? Stalin bilan gaplashgan, qattiq gaplashgan. Chaqir, maydalayman, Gaplashaman Stalin bilan. Gaplashaman, men erkakman. Alo. Stalinmi bu? Yo'q, Stalin akani administratorlariman. Stalinning administratori. Stalinga ayt, men Stalin bilan urushmoqchiman. Birrogami yo dejurnigami? Nima deyapsan, ofsat? Birroga 20 ming, sostav bilan boradigan bo'lsak kelishamiz. Bu Stalin oldiga butun ahmoqlarni yig'ib qo'yganmi? Menga qara, men Stalin bilan urushaman, janjal qilaman, urushaman, dabdalasini chiqazaman, o'ldiraman. Aytib qo'y Stalinga, aytib qo'y, men o'ldiraman Stalinni. O'ldiraman Stalin! Ye. Buni tomi ketib qopti. Tabga bor, davolanglar buni. Majaqlayman. Ha otam, nima bo'lyapti? Yaxshimisiz? Nima bo'lyapti? Kim bu? Bu tabib. Odamlarni davolaydi. Turing chiqar otam. Ha, otaginam. Bormi og'riq? Yo'q. Bormi og'riq? Yo'q. Bormi? Og'riq yo'q. Bormi? Mana. Bormi og'riq? Urgaydagi og'riq bo'ladi, ovsa. Ha, otaginam, o'zi qo'lga oling. Ya, nima bo'lyapti? Bu qip-qizil jinni-ku. Yo'q ey. Ha? Bu yaqinda hamma yaqinlar paq otadi. Xotinini zaharlaydi. Oxiri o'zini o'ldiradi. Buni qayerdan sen bilasan? Men buni internetda o'qiganman. Ha. Mana urush ham tugadi. Xo'sh, urushdan keyin nima ish bilan shug'ullanmoqchisan? Komandir sizga aytadigan bo'lsam, urushdan keyin shahar markazidagi katta chinorlar bor-ku. Shu chinorlar takpagidan buzdirib, kovlatib olib tashab, qolaversa bolalar maydonchasini ham buzib, shunga ko'p qavatli imoratlar qurib, 20 yilga kreditga bermoqchiman. Yo'q. Sen nima ish qilmoqchisan? Men mana qarang, o'rtoq boshliq, manzarali joylar ekan. Aynalasiga devor urdirib, ikki tarafdan eshik ochtirib, odam boshiga kirishini 5 mingdan pul ishlab tadbirkorlik qilmoqchiman. Shuncha yil urushda yurib, aqling kirmabdi, dekelangnama. Qo'y. Sonday chaqar gaplar. Ana tushundingmi? Gitler kimligini, Stalin kimligini anladingmi? Bo'ldi ota. Bugunoq harbiy xizmatga ketaman. Vatanimga xizmat qilaman. Ha ana, ul bola gap mana monday bo'pti.